Assalomu alaykum MBH kanalimizning hurmatli obunachilari, qadrdonlar. Bugungi video obzorimiz juda ham zo'r bo'ladi. Sababi siz mana shu videoda ko'rgandan keyin atiga 700 ming so'mga shkaf olishingiz mumkin bo'ladi. 700 ming so'mlik shkaf ham oddiy shkaflardan emas, juda ham zo'r ishlab chiqarilgan. Ichki holatlarini ko'rganinglarda o'zlari ham maza ko'rasizlar. Undan tashqari bu yerda mana shunaqangi katta razmerda juda ham sifatli, juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan shkaflarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Undan tashqari Krashin MDFdan olmoqchi bo'lganlarga ham juda ham sifatli, juda ham chiroyli bo'lgan zo'r shkaflar bor. Bugungi video obzorimiz do'stlar shunchaki dahshat bo'ladi, bomba bo'ladi. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Fikrlarni kommentariyada yozib ketsanglar ham biz xursand bo'lamiz. Sababi sizlarning fikringiz biz uchun juda ham qiziq. Eng asosiysi birinchi qo'l optim ishlab chiqaruvchi ustadan olasizlar. Yetkazib xizmatlari va sex adreslari hammasi haqida ustadan o'zidan ma'lumotni olamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, ko'p cho'zmaymizda bugungi super video obzorimizni boshladik. Usta Ravshanbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechmisiz? Charchamasdan sog'laringiz yaxshimi? Rahmat. Xo'p, do'stlar, xudo xolasa mana usta Ravshanbekda bugun ishlab chiqarilgan shkaflarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Usta, dastavka xizmatlari qanday bo'ladi? Xudo xolasa Andijon shahar ichida dastavkamiz bepul bo'ladi. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda xudo xolasa. Kelishilgan holda. Seximiz Bo'taqarada aka. Ishlab chiqarish manzili Andijon viloyati, Andijon tumani Bo'taqara qishlog'ida. Xullas do'stlar, telefon qilaverasizlar, telefon raqamini ekranga yozib qo'yaman. O'zbekiston bo'ylab chiqarib beradi. Undan tashqari xudo xolasa kargo orqali Qirg'iziston, Tojikistondan ko'rayotganlarga ham xudo xolasa imkoni bo'ladi. Usta, birinchi keling, videoda boshlayotgan mana shu 600 minglik, 700 minglik shkafdan boshlasak. Bunisini razmeriga keladigan aka, bunaqasiga 90 bo'ladi. Bo'yi 2 metr joyga tushadi. Ichki holatlari yarmi polka, yarmi vishilkali bo'ladi. Tagida tortmalari. Tagida tortmasigacha bor. Bunimizni mexanizmlari vakuum bo'ladi aka. Bunimiz narxi 700 ming so'm aka. 700 ming so'm. Lekin ichki holatiga ham maza qildim, sababi ham kiyim tahlisa bo'ladigan, ham ilsa bo'ladigani bor ekan. Plus yengil kiyimlarga tagiga tortmasigacha bor ekan. Xo'p, mana shu 700 ming. 700 ming so'm aka. Usta, buni boshqacha rasvetkalardan boshqa rasvetkalarni xudo xolasa tayyorlab beramiz aka. Gap yo'q. Zo'r shkaf, xonadonlar uchun olish tavsiya qilamiz. Zo'r chiqqan. Xo'p, keyingisi aka, bunimiz 120 ga 205 variantimiz. Bu tarafida polkasi. Bu tarafida kiyimilgan vishilkalari bo'ladi. Buni ham tagida ikkita tortmasi bor. Bunimiz narxi 900 ming so'm aka. Bu 900 ming so'm. 900 ming so'm. Aynasiz variant bo'ladigan bo'lsa 800 ming so'm bo'ladi aka. 100 ming so'm arzon. 100 ming so'm arzonlaydi. Gap yo'q. Do'stlar, mana sekin 700 ming, 900 ming. Keyingi variantga o'tamiz. Keyingi variantimiz bunimiz kattaroq varianti. 160 ga 225 bo'ladi. 160 225. Bu tarafi holatlari. Uzun kiyimilgani ham zo'r aka. Tagida uzun. Gap yo'q. Xo'p. Bu tarafida taxlanadigan polkasi, ichida bonus seyflari. Seyflarigacha bor ekan. Tepa antresollari ham keng. Bitta sonda do'kon olaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Gap yo'q. Plus tagida ikkita tortmasi bor. Ikkita tortmasigacha bor. Bu tortmalari ham chuqur ekan. Gap yo'q. Usta, bunimizni nech pul endi bu? Narxi 1 million 450 ming so'm Andijon shahar dastavkasidan qilib beramiz aka. 1 million 450 ming. 1 million 450 ming. Mana shu katta shkaf. Ha, xuddi shunaqa. Eshita oladigan gap bo'ldi, sababi biz obunachilar uchun talash tortishamiz. 1 million 450 mingga mana shunaqa katta shkafni ham olsanglar bo'ladi. Keyin do'stlar, mana ustaning rasvetkasi bor. Boshqacha. Bu shuni rasvetkasi. Ha, shuni rasvetkasi aka. Yirik planni bitta ko'rsatamiz. Gap yo'q. Agar aynali deydigan bo'lsa, 30 ming so'm ayna pulini qo'shib berib, bitta ayna qo'yib beramiz aka. Bitta oyna qo'yib qo'yiladi. 30 ming so'm mana shu joyga bitta oyna qo'yib beramiz aynali so'raganiga. Endi hozir bu oyna qo'yilmagan variant. Oyna qo'yilmagan variant aka bunisi. Ya 160 dedik-a buni? 160 aka. Gap yo'q. Xo'p, bunimizchi? Bunimiz MDF materialda bo'ladi aka. Bunimiz yangi bo'ladi. Ruchkalari boshqacha fason stilda. Bu high-tech ekan. High-tech fasonda. High-tech. Bunisi polka tarafi. Gap yo'q. Xo'p, bu tomon vishilka bo'ladi aka. Vishilka tomon. Tepasi ham aka antresol bo'ladi bunisi ham. Tepada eshiklargacha bor. Tagida ishga tortmasi. Buni ham tortmalari chuqur ishlangan aka. Tortma o'ta chuqur ekan, gap yo'q. Xo'p, necha bu? Buni 160 ga 225 buni ham aka razmeri. 160 225. Bu MDF narxi necha pul? MDF 1 million 800 ming so'm qilib beramiz aka. 1 million 800. Zo'r lekin arzon, tavsiya qilamiz. Buni ham ranglari bor. Buni ham xohlagan rasvetkasi tayyorlab beramiz. Oynali variant ham tayyorlab beriladi buni. Xohlasa oyna qo'yib beramiz. Oynalar ham qo'yib beriladi. Xo'p, bunimizchi? Bunimiz aka kichikroq razmeri. 160 ga 205 lik varianti bu. Sabab bo'y 2 metrlikni so'raydiganlar ham juda ko'p. 2 metrlik so'raganlarga mana bor ekan ustaning repertuarida. Bu necha 160 205 dedingiz. Ichki holatlari ichki holatlari aka, buni eng maza qiladigan joyi mana qancha chuqurligi 55 sm bo'ladi aka. 55 bo'ladi. 55 sm bo'ladi. Chuqurligi katta. Chuqurligi ancha katta ekan. Bu tarafda polkalar ham aka 4 ta xonasi bor.
Hozir men yana bitta narsasiga qoyil qoldim. Polkalarning ichi ham ancha keng ishlangan ekan. Xo'p, tagida ikkita tortma bor. Tagida ikkita tortma. Tortmasi ham buniki ham chuqur aka. Ha, bu ham katta ekan. Gap yo'q. Xo'p, buni narxi nechi bu? Buni 1.350.000 so'm qilib beramiz aka. 1.350.000. Usta, masalan, sizga zakaz qilishadi-yu. Aha. Zakaz qilingan kundan boshlab necha kun muddatda chiqarib beryapsizlar? Xudo xolasa uzog'i bir haftada tayyorlab beramiz aka. Uzog'i bir hafta. Misol uchun tayyor bo'lsa, o'sha paytda Tayyor bo'lsa, shu kunda o'zida berib yuboramiz. Xo'p, ustani hozir bu tomonda bitta katta razmeri bor. Buni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Kattaroq razmerda olaman deganlarga mana shu model tavsiya qilamiz. Haqiqatda chiroyli chiqibdi. Necha buni? Bunimiz 3.40 ga 2.25 aka bunimizdan. Bu 2.25, bunaqasi 3.40. 3 ga bo'linadi bu. 4 ga bo'linadi aka bunimiz. 4 ga bo'linadi. Bitta, ikkita, 3, 4 ga bo'linadi aka. Ha, 4 ga. Bu tarafdan boshlasak, kiyim ilgani shilkasi. Tepasida antresoli bo'ladi aka bu tarafda ham. Bu tarafda polkali xonasi. 4 ta tortmasi bor aka, hammasini tagida. 4 ta tortmasi bor. Mana bu yer ham polka bo'ladi. Sefiga dovur. Gap yo'q lekin. Bu yoqda yana vishilkasi bor aka, bonus. Ro'mol ilgani ham turbalari bor. Hozir shu joygacha obzor qilgan shkaflar ichida eng yoqqani menga shu bo'ldi. Ikkita sababi bor. Birinchisi razmeri katta, ikkinchisi buni bemalol ikkita uyga qo'yib foydalansa ham bo'ladi ekan. Sabab 4 ga bo'linadi, deyapsiz. 4 ga bo'linadi aka. Ikkitasini boshqa uy, ikkitasini boshqa uyga bemalol bo'lib foydalansa bo'ladi. Gap yo'q, usta, narxi nechi pul buni? Buni 3.900.000 so'm qilib beramiz aka. 3.900.000. Aha. Gap yo'q. Buni ham rasvetkalari bor. Rasvetkalari bor. Bu tarafda mokrisi ham bor, ko'rsatib beraylik. Uni ham bitta ko'rsatib beramiz, do'stlar. Mokrisi ham, xuddi shu narsaning mokrisi bor aka. Yirik planda mana. Do'stlar, bitta ko'ringlar. Gap yo'q. Xo'p, usta, yana ishlarimiz bor-a? Ha, bor. Xo'p, Krashinni ham deyapti, kattaroq razmerlarga ham yetib keldik. Lekin ideal chiqqan ish haqiqatda. Usta, bu qanaqa endi razmerlar? Razmeri aka 210 ga 220 bo'ladi. 210 ga 220. Bu tarafi vishilkali. Plus tepasida polkasi ham bor ekan. Gap yo'q lekin. Bu o'rtada polkasi, kiyim taxlagani. O'rtada polkalari. Klass. Bu tarafda erkaklar uchun ikki qator vishilkasi bor aka. Ha, shim bilan ko'ylaklarga. Hozir yana bitta narsani ko'rsatamiz. Do'stlar, mana bitta sifatga e'tibor bersanglar, mana ideal holatda chiqqan. Men jonli ko'rib turibman. Zo'r chiqqan ish. Tagida 3 ta tortmasi ham bor. Tortmasi bor aka. 3 ta tortmasigacha bor. Gap yo'q. Usta, mana shu shkafingizni necha pul qilib beramiz endi? Bunimiz aka 2.800.000 so'm qilib beramiz. 2.800.000. Bu ham 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi aka. 3 ga bo'linadi. Uyga olib kirib chiqqan ham xudo xolasa qulay. Uyga olib kirishda hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, bu tarafda buni kichikroq varianti ham bor aka bu tarafida. Mana bu, ha? Bu ham chiroyli chiqqan. Bu necha endi? Bunimiz 1.60 ga 220 bu ham aka. 1.60 ga 220. Usta, bunisi foton emas, oyna. Ha, oyna aka, xudo xolasa. Foton emas, ko'chib ketmaydi aka. Oyna qo'yilgan. Oyna qo'yilgan. Xo'p, ichini ham ichki holatlarini bitta ko'rsataylik endi. Bu taraf vishilkali bo'ladi aka. Aha. Gap yo'q. Tagida tortmasi. Tagida tortma. Mexanizmlari vakuum bo'ladi aka. Vakuumli. Bitta antresollari ham xudo xolasa boya aytilgandek bitta sonda yukini oladi aka. Katta ish, pokiza ishlangan do'stlar. Tavsiya qilamiz. Bu sifatli, gap yo'q. Xo'p, 1.60 ligini necha pul qilib berasiz endi? Bunisini aka 1.800.000 so'm qilib beramiz bunisini ham. 1.800.000. 800 qilib beramiz. 2 ga bo'linadi aka. Olib kirib chiqqan ham qulay bu. Bunimiz 2 ga bo'linadi. Qo'yganlarni ham zakasiga qarab qilib beramiz 2 ga bo'linadigan qilib. Masalan, kelishilgan holatda. kattaroq razmerlarni ham iloji bo'lsa biz uyga olib kirishga qiyin bo'ladi. Bo'lib bering desa, kelishilgan holda bo'lib chiqarib beraverasiz. Ha, xudo xolasa qilib beramiz aka. Keyingilarimiz qaysi? Kupeli variantimiz bor aka bu yoqda. Kupeli variant. Bu kupelimiz necha? Kupelimiz 120 ga 205 bunimiz ham aka. Bu ham ixcham zo'r model ekan, deydi. Gap yo'q chiqqan ekan, menga juda yoqdi shu. Ichki holatlar aka. Ichki holatlari. Xo'p, bu yerga cho'tkalargacha qo'yilibdi. Bir tomon polkami endi usta bu? Bu taraf polkali sefiga davr bor aka. Bular seflargacha bor ekan do'stlar, mana bitta ko'ringlar. Sefigacha bor. Buni ham tortmalari chuqur ishlangan aka. Ishlangan. Chuqur qilib ishlaganmiz aka. Vashi chuqur chiqqan ekan bunisi, dahshat. Buni ham boshqa rasvetkalarni tayyorlab beramiz aka. Hozir bu yerda mana bitta mokri rangi ham bor ekan, mana qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Xo'p, buni necha pul qilib beramiz usta? Buni aka 1.350.000 so'm qilib beramiz buni. 1.350.000. 1.350.000 ga xudo xolasa mana shu shkaf posinglar bo'ladi. Usta, yana ishlarimiz bormi yo menimcha bo'ldimi? Xudo xolasa boshlar aka hozircha shular. Hozircha shular o'zi hozir menimcha bir 5-6 xil model ko'rsatdik. Endi yana boshqacha variantlari kerak bo'lib qolsa, sizga telefon qilsa, Telegram, WhatsApp orqali aloqa chiqsa, xudo xolasa tayyorlab chiqarib berasiz. Xudo xolasa tayyorlab beramiz. Lekin misol mana bu ranglarda ham boshqacha ranglarda ham imkoni bor. Boshqa ranglari imkoni bor aka. Hozir necha xil rangi bor usta mana shuni?
Buni bizda hozirda ikki xil rangi bor, mokrisi bor, kashmiri bor. Kashmir. Aha, Bu kashmir bu. Bu kashmir varianti. Mokri rangimiz boya ko'rganlaringiz high-tech boson, ruchkasi aynaqa bosoni, ruchkasi yo'q boson. Hop, boshqa rang kerak bo'lsa, misol uchun tilla svetlar bor, gold. Shunaqalar ham tayyorlab berilaveradi aka. Gold ranglarni ham chiqarib Gold ham tayyorlab beriladi. Gap yo'q. Uyni rangiga ham moslab qilib bera olamiz aka, bu narsani. Misol, mehrob javon ham qilib berish imkoningiz bor. Ha, u hozir qilib beramiz aka, mehrob javon ham. Gap yo'q. Borib o'lchab, ustanovkalarni qilib beramiz aka, to'g'ri chiroyli qilib. Obzor uchun sizga ham katta rahmat. Hop aka, sog' bo'ling. Do'stlar, ustaga telefon qilaverasizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.